Bugun shifoxonadan chiqaman. Hamma xursand, bolasi bilan. Bezatilgan mashinalar bilan chiqsam, men yolg'iz o'zim tark etaman bu dargohni. Oyim sho'rlik ko'ngli o'ksimasin deb atrofimda parvona. Dadam, singillarim ham kelishibdi. Azamat aka Shodiyorni olib kelibdi. Uyga keldik. Indamasdan Shodiyorni olib xonamga kirib ketdim. Bolamni quchib uzoq yig'ladim. Birozdan so'ng qaynonamning ovozi keldi. Kelin, shu yerdamisiz? Xonaga kirib keldilar. Bo'ldi endi. Hadeb ko'z yosh to'kavermang. Allohga ham xush yoqmaydi. Vo ajab. 2 kunni birda folbinga yuradigan qaynonam Allohni ham bilar ekan. Yig'lamay nima qilay? Musiqa qo'yib raqsga tushaymi? Meni ko'z yoshim emas. Sizni folga yurishingiz kasri urdi bolamga. Hozir juda alamzada edim. Ko'ringanga zahrimni sochadigan darajada. Qaynonam nimadir demoqchi bo'lib og'iz juftladi-yu, har tugul indamadi. Xonadan chiqib ketdi. Shodiyorim meni juda sog'ingan ekan. Bir daqiqa ham yonimdan uzoqlashmadi. O'z xayollarim bilan bo'lib e'tibor bermabman. Sho'rlik bolam oyog'imni quchib uxlab qolibdi. Bir necha kundan buyon tuzuk ovqatlanmaganim uchun o'zimni juda holsiz his qildim. Shodiyorni karavatiga yotqizib oshxonaga bordim. Eshik tagiga yetganda qaynonam bilan qaynopamning suhbati qulog'imga chalindi. O'zimni zo'rg'a tuttiribman. Ozroq o'ziga kelib olsin, kunini ko'rsataman bu kelinni. Menga aytgan gapini eshitsang edi, naqd ilondek chaqdi-ya. Kasal bo'lsa o'ziga. Hozir borib sochini bittalab yulaman men bu megajinni. O'zingni bos, qizim. O'tgan safar Azamat urganda otasi gap orasida prokuraturada odami borligini shama qilgandi. Tag'in ustimizdan yozib yurmasin. Eshitgan so'zlarimdan hayratlanib eshik oldida baqadek qotib qoldim. Qaynonam meni ko'rib qoldi. Anchadan buyon gap boylab turibsizmi, kelin poshsha? Ha, anchadan buyon. Deyarli hamma gapingizni eshitdim. Xo'sh, nima qilmoqchi edingiz? Sochimni bittalab yulmoqchimidingiz? Sizchi, kunimni ko'rsatmoqchimidingiz, oyijon? Marhamat, usiz ham tirik murdaga aylanib bo'ldim. Agar kami bo'lsa, qilinglar yomonligingizni. Sizlarga ham Allohning aytgani bordir. Qornim och bo'lsa-da ovqat yegim kelmadi. Bir burda non olib xonamga kirdim. Ko'zda yosh bilan zo'rg'a yedim shu nonni ham. O'zimni qo'lga olishim kerak. Bu darajada tushkunlikka tushishim, ko'z yosh to'kishim Allohning qadariga norozilik bo'ladi. Qolaversa Shodiyorga ham yomon ta'sir qilyapti meni tushkun kayfiyatim. Erim sanatoriyaga ketdi. Har tugul insof kirdimi, qaynonam men bilan aytishmay qo'ydi. Qaynopam ham bolalari bilan dam olishga ketdi. Yarim tun havo yetishmay uyg'onib ketdim. Tepamda qora kiyimli qandaydir sharpa turar, tinmay meni bo'g'ardi. Juda qo'rqdim. Kalimani qaytarishim bilan sharpa g'oyib bo'ldi. Shundan keyin tonggacha uxlay olmadim. Bomdoddan so'ng hovlilarni supurdim, kirlarni yuvdim. Xamir qorib tandirda non yopdim. Xonalarni saramjonladim. Uyga kirib ozroq dam olmoqchi edim. Operatsiya joyi og'rib behol bo'la boshladim. Zo'rg'a o'rnimdan turib qaynonamni chaqirdim. Ha, kesilgan joy og'riydi-da. Sal og'rigandan doktorga chopaverasizmi? Oyijon, chidab bo'lmayapti. Bitta og'riq qoldiruvchi ichib biroz dam oling, o'tib ketadi. Men xolangiznikiga ketyapman. Uydan chiqmay o'tiringlar. Qaynonam ketdilar. Og'riq qoldiruvchi ichdim, ammo ta'sir qilmadi. Og'riq kuchayib ketyapti. Shodiyorni kiyintirib qaynotamni chaqirdim. Qizim, oldinroq harakatingizni qilsangiz bo'lmasmidi, shu holga kelguncha kutib o'tirdingizmi? Hech bo'lmasa oyingizga aytsangiz bo'lmaydimi? Oyijonga aytdim, og'riq qoldiruvchi iching dedi. Lekin og'riq qolmayapti. O'zi qayerga ketdi oyingiz? Xolajonlarnikiga ketdi. Shu ahvolingizni ko'rib ham ketdimi? Juda bebosh bo'lib ketdi bu. Shu yerga kelsin, mendan ko'radi ahmoq xotin. Og'ir yuk ko'targanim uchun operatsiya joyi zo'riqib grija bo'libdi. Endi esa operatsiya qilishar ekan. Yo Alloh, bir bandaga shuncha sinov berasanmi? Nahot men ro'shnolik ko'rmasam? Birozdan keyin qaynonam keldi. Ha, tinchlikmi? Men sizga uydan chiqmay o'tiring deganmidim? Nima deyapsan sen, ahmoq xotin? Kelinni ahvolini ko'rib turib qanday tashlab ketding? Zug'umlaring sabab yana operatsiya qilishar ekan bechorani. Nega operatsiya qiladi? Kelin tuppa-tuzuk-ku.
Ish deb dam olgani qo'ymading. Og'ir ko'tarish mumkin emas ekan. Non yoptirishga balo bormidi? Yana azob yedi endi bechora bolam. Ovozimiz baland chiqqaniga hamshira chiqdi. Iltimos, shovqin qilmanglar, bu yerda bemorlar bor. Xo'p, uzr qizim, dedi qaynotam. Qaynonam xabar berganlarmi, oyim ham kelibdi. Yig'dan ko'zlari qizarib ketgan. Operatsiyaga tayyorlashdi. Tomirimdan ukol yuborishdi. Qora tuynik ichidaman. Yonimda meni bo'g'gan qora libosli sharpa. Sochimdan tortib sudrab ketyapti. Ingichka uzun tirnoqli barmoqlari bilan bo'ynimdan bo'g'yapti. Kalima qaytarishga urinyapman, ammo uddalay olmayapman. Sharpa meni tubsiz jarlikka itarib yubordi. Lekin pastlikka qulashimdan oldin meni oppoq qanotli, yuzi nurli bola tutib oldi. Va biz ta'rifiga til ojizlik qiladigan darajada go'zal bir go'shaga kirib bordik. Bu bizni uyimiz. Sizni shu yerda kutaman, oyijon, dedi bola. Bolam, sen meni bolammisan? Bu yer jannatmi? Bola menga qarab jilmaydi. Endi uni ovozi uzoqdan eshitilardi. Sizni uyimizda kutaman, oyijon. Ko'zlarimni ochdim, lekin hamon tushum ta'sirida edim. Bolam, bolam. Ovozim zo'rg'a chiqdi. O'ziga keldi. Yana o'sha og'riqlar, iztiroblar. Shifoxonadan chiqib ota uyimga ketadigan bo'ldim. Bilmadim, qanday rozi qilishgan muhimi ruxsat tegdi. Oyim aytishlaricha qaynonam pulimiz yo'q, Azamat bilan Madinaga hammasini berib yuborganmiz deb operatsiyaga dadamdan pul olibdi. Va qaynotamga aytmaslikni tayinlabdi. Men bilardim pullari borligini. Faqat u pulni menga sarflashni istamagan. Kundan kun kelinlik oilamdan ko'nglim sovib, u yerga qaytkim kelmayapti. U yerda na baxtni, na erkinlikni his qilaman. 5 yildan buyon ko'rganim faqat janjal, kamsitish. Zulmat hayotimda faqat bir nur bor. Shodiyorim. Azamat aka sanatoriyadan qaytib kelibdilar. Uyimizga keldilar va meni olib ketishlarini aytdi. O'tgan safar sizni ogohlantirgandim. Qizim sizga kerak bo'lmasa bizga kerak. Oyingiz juda nolidi. Kelindan yolchimagan emishlar. Xizmatlarni qilmayotgan ekan. Agar shunchalik ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, ana boshqasiga uylaning. Oyingiz ham o'zlariga mos kelin qilsin. Sog'lom holda qo'lingizga topshirgan qizimni kasalmandga chiqarib o'tiribsizlar. Vaholanki, aslida bolamni kasalmand qilgan, shu holatga keltirgan o'zinglar. Yaqinda operatsiya bo'lgan odamga non yoptiradimi? Borgan sari dadamni ovozlari ko'tarilib, chakka tomirlari bo'rtib boryapti. Juda xavotirlanyapman. Bunaqada qon bosimlari ko'tarilib ketishi aniq. Azamat aka indamay yerga qarab turardi. Hech nima deya olmasdilar. Sababi aybdorliklarini o'zlari ham bilardi. Shuncha urindi, ammo dadam ruxsat bermadi meni olib ketgani. Tun, yana o'sha qora sharpa, yana o'sha qo'rqinchli tushlar. Bosinqirab uyg'ondim. Peshonamda sovuq ter, tepamda qora sharpa. Uzun tirnoqlari bo'ynimga botib turibdi. Dodlab yubordim. Oyim yugurib kirdi. Muslima, o'zingga kel, qizim. Qo'rqitma meni, Muslima. O'zim bilmagan holda yig'layotgan ekanman. Ovozimdan qo'rqib uyg'onib ketgan Shodiyor ham chinqirib yig'layotgandi. Dadam ham keldi. Oyim muzdek suv ichirib, yuzimni ham chaydi. Biroz o'zimga keldim. Nima bo'lganini so'rashdi. Oxirgi vaqtlarda meni bezovta qilayotgan sharpa va qo'rqinchli tushlarim haqida aytib berdim. Yodimdan ko'tarilgan ekan. Arazlab kelganimda olib ketishgandan so'ng divonimiz ostidan tumor topib olgandim. Unda allaqanday raqamlar, belgilar yozilgan. Uni ham dadam bilan oyimga aytib berdim. Ular bir-birlariga qarab qolishdi. Dadam Qur'ondan oyatlar va Yasin surasini o'qidi. Xotirjam uyquga ketdim. Har qancha oyat, suralar o'qilsa-da holatim o'zgarmasdi. Hamon meni qora sharpa taqib qilaverardi. Avvallari faqat tunda taqib qilsa, hozir kunduzi ham ortimdan birov yurgandek bo'lar. Qulog'imga allaqanday shivirlagan ovozlar kelardi. Hatto kunduzi bir o'zim yolg'iz qolgani qo'rqadigan bo'lib qolgandim. Ota-onam eng kuchli mulla, qori, otinoylarning barchasiga o'qitishdi. Ammo samara bo'lmasdi. Bir kuni xolam bir kuchli ruqiyachi haqida eshitib, tezda uyimizga kelib, o'zlari boshchiliklarda uyga olib bordi. Ruqiya o'qiydigan mulla ayol kishi bo'lganim uchun
Ro'mol o'rab shariatga mos libosda oldiga kirishimni aytdi. Bu amallari uchun u kishini ko'rmasdanoq ixlosim oshdi. Mullani oldiga hijoblanib kirdim. Qizim, shariatda sharm yo'q, avvalo bilib olay. Tahoratlimisiz? Ha, unda yaxshi. Mulla Qur'ondan oyatlar o'qidilar. Qandaydir kuch meni tashqariga chiqishga, so'ralarni eshitmaslikka undar, qulog'imga eshitilayotgan ovozlar kuchaygandek bo'lardi. Juda qo'rqdim. O'zimni zo'rg'a tutib turardim. Aqlim mullani tingladi esa tanam o'zimga bo'ysunmas, noodatiy harakatlar qilayotgandim. Mulla esa tinmay oyat o'qir, orada to'xtab qolganimni kuzatardi. Men o'zim bilan kurashyapman. Aql va tana kurashi. Qur'on o'qishni tugatishi bilan ichimda qandaydir bo'shliqni his qildim. Ko'nglim behuzur bo'la boshladi. Vaziyatimni his qilgan mulla menga idish tutdi. Oyim va dadam ichkariga kirdi. Taqsir, qizimiz tuzalib ketadimi? Inshaalloh tuzaladi. Qizingizga aqldan ozdirish uchun sehr qilingan. Tinimsiz sehr qilish natijasida inson aqldan ozishi, turli xil kasalliklarga chalinishi eng yomoni, o'limgacha olib borishi ham mumkin. Yo Alloh, qizimni aqldan ozishi kimga kerak ekan? Birovga yomonlik qilmagan, qarg'ish olmagan bo'lsak, halol nom bilan katta qilgan bo'lsam, kim qilishi mumkin bunday chirkin ishni? Tashvishlanmang. Inshaalloh qizingiz tuzaladi. Faqat biroz vaqt kerak. Davomli ruqiya va avvalo Allohning izni bilan shifo topadi. Qizim, shom vaqti ko'chaga chiqmang, tinmay Allohni zikr qiling. Namozda sustkashlik qilmang. Luqmangizga e'tiborli bo'ling. Behuda suhbatdan saqlaning. Qur'onni har kuni bir pora bo'lsa ham xatm qiling. Iloji boricha shariatga mos ravishda satrlaning. Xo'p bo'ladi taqsir. Ruqiyadan so'ng ruhim biroz yengillashdi, ammo butunlay yaxshilanmadi. Hamon qulog'imga birov pichirlayotgandek, ortimdan birov ta'qib qilayotgandek. Bu orada Azamat aka yana keldi. Bu gal ham dadam o'tgan safargi javoblarni berdi. Kechga yaqin qaynona-qaynotam Azamat aka yana keldi. Qaynonam bir lagan osh olib kelibdi. Xudo buva, bu ro'zg'or yumushlari hamma qiladigan ish. Biz ham qilganmiz kelinligimizda. Endi kelinimiz sal nozikroq. Ozroq harakat qilsalar tezda bir joylari og'rib qoladi. Men Xudo buva bilan gaplashmoqchiman iloji bo'lsa. Siz ayol kishisiz, biror hasratingiz bo'lsa, ana qudangizga ayting, har holda ayol kishi. Men kelinimni qiz o'rnida ko'raman. Hatto bu safar bizdan o'tdi, tan olaman. Lekin shu sabab bilan oilani barbod qilish yaxshimas. Dadam o'ylanib qoldilar. Vaziyatdan foydalangan qaynonam yana tashabbusni o'z qo'llariga oldi. Qizim, men sizga biror marta mana bu ishni qiling deb buyurganmanmi? O'zingiz tinmaysiz. Hali u ishni, hali bu ishni qilasiz. Biror marta men sizga og'ir ishni buyurmaganman. Qaynona bo'lib qattiq gapirgan bo'lmasam. Xuddi ona boladekmiz-ku, ayting shuni dadangizga. Qaynonam gapirganlari sayin hayratim oshib, karaxt bo'lib qoldim go'yo. Ajabo, inson shu darajada ikkiyuzlamachi bo'lishi mumkinmi? Dadam qaynonamni so'zlarga e'tibor ham bermadi. Xudo buva, o'tgan safar ham sizni hurmatingiz uchun himoya qilaman, oilada men boshliqman deganingizga qizimni yuborgandim. Bu galam so'nggi imkonni beraman. Kuyov bola ham men erkakman deb so'z bergandi. So'zingizda tura olmadingiz. Qizim bizni ayab dardini ichiga yutadi. Lekin kasalni yashirsang isitmasi oshkor qiladi deydi. Tarozini ikki pallasini teng tuta olasizmi o'zi? So'z beraman, qizingizni asrab avaylayman. Dadam istihzoli kulib qo'ydi. Chamasi dadam ham Azamat akani va'dabozliklariga ishonmay qo'ygandi. Uzoq tortishuvlardan so'ng murosaga kelishdi. Uyga ketadigan bo'ldim. Ammo qalbimda qandaydir xavotir va g'ashlik bor edi. Uydamiz. Kech kirdi. Shodiyor va Azamat aka uxlab qolishdi. Men hamon bedorman. Kimdir ismimni aytib chaqirgandek bo'ldi. Ortimga qaradim. Hech kim yo'q. Birozdan so'ng bu hol qayta takrorlandi. Endi qo'rqa boshladim. Azamat aka? Ha. Turing, qo'rqyapman. Nimadan qo'rqasan? Uxlagani qo'y, men yoningda bo'lsam qo'rqma. Azamat aka yana uxlab qoldi. Qulog'imdagi shovqin kuchaydi. Yig'i, chinqiriq, notabiiy allaqanday dahshatli kulgu ovozlari.
Quloqlarimni qo'lim bilan berkitib, ko'zlarimni chirt yumdim. Foydasi bo'lmadi. Ko'zim ilinibdi. Dahshatli tush ko'rib dodlab uyg'onib ketdim. Erim va Shodiyor ham uyg'onishdi. Muslima, o'zingga kel. Bu tush, Muslima, meni qo'rqitma. Erim yuzimga suv sepib yengil shapatlab qo'ydi. Ancha vaqt o'tib o'zimga keldim. Qo'rqinchli tush ko'rdingmi? Ha, juda dahshatli tush. Azamat aka, qo'rqib ketyapman. Meni qandaydir sharpa ta'qib qilyapti. Kecha kunduz ortimdan qolmaydi. Tinmay ta'qib qiladi. Yana qulog'imga allaqanday tovushlar eshitiladi. Hozir nima qilganingni bilasanmi? Nima qildim? Ko'zing olayib ketdi. Sochingni changallab tinmay tegma menga deyotganding. Men hech birini eslay olmayman. Azamat aka, nahot aqlim zaif bo'lib qolyapti. Unday dema, o'qitib yuborsak o'tib ketsa kerak. Ertasiga erim bo'lgan voqeani qaynonamga aytdi. Qaynonamning yuzlarida umuman na achinish alomatlari, na hayratlanish sezilmadi. Xayolimga qaynonam o'zlari meni sehr qildilarmikin degan gumon ham keldi. Yana meni shayton vasvasa qilyapti deb istig'for aytdim. Ko'cha kiyimingizni kiyib chiqing, folchiga boramiz. Mullaga borsak, joyijon. Bu mullalik ish emas. Bekor aytibman. Yana folbinga borsak, ahvolim battar yomonlashadi. Dadam ruqiyachi mullaga olib borganlarni aytsammikin? Yo'q, yana gap so'z ko'paygani qoladi. Borib keldik. Vaziyat yanada jiddiy tus oldi. Endi kunduz kunlari ham ko'zimga sharpalar ko'rinardi. Oshxonamizda tuz qolmabdi. Omborga tushdim. Chiroqni yoqsam, tepamda bir ayol bo'ynidan arqonga osilib turardi. Bir zum oyoqlarim ishlamay, tilim aylanmay qoldi. Qo'rquvdan joyimdan jila olmadim. Jon talvasasida yugurib oshxonaga kirib bordim. Holatimni ko'rgan qaynonam ham qo'rqib ketdi. Kelin, sizga nima bo'ldi? Omborda bir ayol osilib turibdi, dedim zo'rg'a. Qaynonam shoshilib men bilan birga omborga bordi. Chiroqni yoqib ko'rdi. Bu gal omborda hech kim yo'q edi. Kelin, siz atay qilyapsizmi? Nima bu, ish qilmaslik uchun bahonami? Yo bizni aqldan ozdirmoqchimisiz? Otangiznikiga borib yangi nag'ma o'rganib keldingizmi? O'yiningizni boshqa joyda qilasiz. Bu o'yinlaringizga ishonadigan darajada ahmoq emasman. Yana shu hol takrorlansa mendan yaxshilik kutmang. Qaynonam meni noto'g'ri tushundi. Albatta o'z qizlari emasman-da. Oyi, men atay qilmadim, hozir shiftda bir ayol osilib turgandi. Ha, osilib turgan. Meni chaqirishga ketguningizcha yo'qolib qoldi, shundaymi? Kimni ahmoq qilyapsan sen, esi pas? Ja, indamaganimga haddingdan oshma. Mana senga sharpa, mana murda, deb yuzimga tinmay tarsaki tushira ketdi. Oyoq qo'lim holsizlanib o'tirib qoldim. Bilib qo'y, agar hozirgi bo'lib o'tgan ishlar haqida birovga aytadigan bo'lsang, o'z qo'lim bilan seni shu omborga osib qo'yaman. Meni tushundingga? Boshimni qimirlatib tasdiq ishorasini bildirdim. Kechki ishdan kelgan erim yuzimga qarab hayron bo'ldi. Yuzingga nima qildi? Yiqilib tushdim. Ikkita yuzing bilan yiqildingmi? Yiqilganda ikki yuzing ham qizardimi? Nima deyishni bilmay jim bo'lib qoldim. Shu vaqt bolam uyg'onib meni qutqarib qoldi. Endi qanday holga tushsam ham hech kimga dardimni ayta olmayapman. Kundan kunga ozib, 10 yil to'shakda mixlanib qolgan bemordek bo'lib qolgandim. Erim holatimdan tashvishga tushib, qaynonamga indamay meni shifokorga olib bordi. Tekshiruv natijalari ijobiy edi. Azamat aka, dadamnikida yurganimda meni bir mullaga olib borib ruqiya qildirgandi. Yana kelinglar degandi mulla. Shu yerga borsakchi, dedim. Shuni oldinroq aytmaysanmi? Qayerda ekan uyi? Yo'l ko'rsatib bordim. Navbat juda ko'p edi. Shom vaqtiga yaqin ichkariga kirdik. Mullaga vaziyatni bildirdim. Bosh chayqab uh tortib qo'ydi. Bekor folchiga boribsiz. Bu sizga salbiy ta'sir qilgan. Axir folga borish Allohga shirk keltirish bilan barobar. Alloh asrasin, lekin Alloh shirk keltirganlarni mag'firat qilmaydi, vallohu alam. Bu so'zlardan so'ng tanam titrab ketdi. Ruqiya o'qidilar va meni yana kelishim kerakligini erimga tayinladi. Qaynonam asabiylashib o'tirgan ekan. Uyga kirishimiz bilan baqirib ketdi. Qayerga yo'qolib ketdilaring buncha? Shodiyor oyimlab yig'ladi kuni bilan. Keliningizni shifokorga olib bordim. Keyin mullaga.
Oyi, bugundan boshlab o'zingizdan folga bormaysiz. Keliningizni ham olib bormaysiz. Nega olib bormas ekanman? Bolali bo'la olmay yurganingda, ishlaring yurishmaganda kim yordam berdi, ko'rnamak? Alloh yordam berdi, oyi, Alloh. Agar yana bir marta folbinga borsangiz, xafalashib qolamiz. Erim kiyimlarni almashtirgani kirib ketdi. Vaziyatdan foydalangan qaynonam oldimga kelib bilagimdan qattiq siqdi. Bolamni miyasini nima deb aynitding sen yalmog'iz? Bilib qo'y. Agar o'g'lim bilan o'rtamizga sovuqchilik tushiradigan bo'lsang, o'sha sharpalaringdan oldin o'zim seni o'ldiraman. Qaynonamni yuz ifodasidan seskanib ketdim. Yarim kechasi qaynonam eshikni qattiq urganlardan uyg'ondik. Azamat, tez tur bolam, Madina shifoxonada ekan. Qaynonam, qaynotam, Azamat aka shifoxonaga ketishdi. Tinchlik bo'lsin ish qilib. Qaynopam menga nima qilgan bo'lsa ham, unga yomonlikni tilamayman. Bolaga zarar yetmasin. Farzand dog'i bu dunyodagi eng og'ir dard. Zero bu o'z boshimdan o'tgan. 10 daqiqadan keyin erim qaytib keldi. Yuzlarida kulgu tinmay ismimni takrorlab kuladi. Azamat aka, tinchlikmi? Nega buncha tez qaytib keldingiz? Madina opam tuzuk ekanlarmi? Muslima, musiqa qo'y, bir raqsga tushaylik. Bu nima deganingiz? Yarim kechasi, buni ustiga opangizni toblari yo'q. Nega qaytib keldingiz? Musiqa qo'y, sen bilan raqsga tushkim kelyapti. Ajablansam-da so'zlarni ikki qilmaslik uchun telefonimdan musiqa qo'ydim. Erim noodatiy harakatlar bilan raqsga tusha boshladi. Bexosdan ko'zim oyoqlariga tushdi. Oyoq o'rnida hayvonning tuyog'i turardi. Ko'zlari ham o'zgacha, qizil tusda yiltillardi. Ovozimni boricha dodlab, Shodiyorni ko'tarib tashqariga otildim. Orqamda qadam tovushlarini his qildim. Shodiyor ham tinmay chinqirib yig'lardi. Nima qilishni bilmay, yon qo'shnining darvozasini qoqdim. Tinmay kalima qaytaryapman. Qo'shnimizning chiroqlari yondi. Nafisa kelinoyim darvozani ochdi. Tinchlikmi Muslimaxon, yarim kechasi yo'qlabsiz? Kelinoyim oyoqlarimga ko'zlari tushib xavotirda so'radi. Azamat bilan urushib qoldinglarmi? Oyoq kiyimsiz yugurib kelibsiz. Uyga kiring, aylanay. Gapirmoqchiman, lekin ovozim chiqmayapti. Ishora qilib suv so'radim. Qog'oz qalam ham. Bo'lgan voqeani yozib berdim. Kelinoyim menga achinib qaradi. Muslimaxon, men sizga bu haqida avval aytmoqchi bo'lgandim, lekin qaynonangizdan qo'rqib aytmadim. Qaynonangiz bir juvut folbinga borib qaynotangizni o'zlariga istib olganlarini, aka-ukalardan sovutganlarini, hattoki onalarga o'lim sehr qilganlarini eshitgandim. Qaynotangizni oylari o'lgandan keyin kravatlari ostidan nina suqilgan qo'g'irchoq chiqqan ekan. Hammalari bu kimni ishi ekanligini tushunishgan. Qaynonangizdan boshqa kim qilardi? Qaynotangiz xotinini yonini olgan. Kechalari yo'qolib qoladigan odat chiqargan. Aka-singillari u kishini qabr boshidan topib kelar ekan. To'yingizdan oldin qaynotangiz og'ir betob bo'lib qoldi. Qaratmagan shifokorlari qolmadi. Keyin mullaga olib borishdi. Qaynotangizga kuchli sehr qilishgan ekan. Ruqya qilib zo'rg'a tuzatib olishgandi. Shundiyam qaynonangiz qilgan ishlarni tan olmaydi. Qaynotangizning aka-singillari bilan janjallashib oralari buzilgan. Qaynonangizga ortiqcha gapirgani hamma qo'rqadi. U kishini qo'ldan har qanday yomon ishlar keladi. Eshitishimcha-chi, otalari 10 kishini o'ldirgani uchun qamalgan. Qamoqxonada o'ldirib yuborgan ekan mahbuslar. Oylari ham juda janjalkash xotin bo'lgan ekan. Hamon gapira olmayapman. Qo'shni ayol gapira turib yuzimga qarab qichqirib yubordi. Oynaga qaradim. Og'zim bir tomonga qiyshayib, labimga yara toshib ketibdi. O'zim ham qo'rqib ketdim. Tonggacha qo'shninikida o'tirdim. Soat 10da uydagilar kelishdi. Yuzingga nima qildi Muslima, tag'in bu nimasi? Gapirishga urinyapman, lekin gapira olmayapman. Ruchka qog'oz olib kelib nima bo'lganini yozib berdim. Hamma hayratda. Qaynotam qaynonamga ma'noli qarab qo'ydilar.